Polimiz полный quyma pol, usti shlifovka qilingan, orada temirlar bilan ajrab chiqishgan. Bu nimaga kerak? Birinchi o'rinda bu seysmический shofli hisoblanadi. Yer qimirlaganda, zani o'zi alohida o'ynaganda bu seysmik shofli alohida o'ynab beradi har bittasi. Bedini ochib beradi. Ko'rgan bo'lsangiz, kolonnalar ham alyumin xuddi shunaqa polda ham xuddi shunaqa tashlanib beriladi. Remont paytida pollarni alohida ochish imkoni bor. Face ID tekshiradigan joyi bor edi. Apparatni o'zi bo'yingizga qarab moslashib bo'lar ekan. Mana shu narsani bizga ham ko'rdinglar, bizga ham qo'yish kerak deb o'ylayman. Iltimos, lash toshdan foydalanayotganda aql bilan foydalanadi. Ozgina berilgan. Shiringina bo'lib chiqqan 12 toshdan qilib tashlash bu chiroyli degani emas. Qancha qimmat bo'lsa shuncha yaxshi degani emas. Chiqishlik mana bu formada ham juda yoqdi. Juda massivniy oyog'iga massivniy yechim. Nima bunaqa deyishgan bilasizlarmi? Sababi yer qimirlaganda bu sharbalar o'zini o'rnida o'ynab beradi. Konstruktivniy zana yig'ayotganda juda qulay bo'ladi. Shu oyoqlar har bittasi alohida bittadan o'rnatiladi. Buni shakli qiyshiq ko'rasizlar. Ustonak paytida mana bundan tekis ushlab turadi. Mana konstruksiya kelgandan keyin buni qiyshaytirib o'zini joyiga qotirishadi. O'shaning uchun mana sharnirli oyoq qilingan. Bizga nasib qilishingiz uchun qo'lima qo'yib ko'rsaman. 6-7 santimetrli oyoq. Oyoqlarimiz. Bu oyoqlar betondan, ko'rganmisiz, har bitta oynaning seksiyasi alohida qotirib chiqilgan, trosda tortilgan yo'llar. Mana ko'rganmisiz, tros bilan tortib belada har bittasini. Trosni tortishning sababi, asosiy sababi kuchli shamol bor bu yerda ham. Ochuv, cho'lli zona bo'lgani uchun kuchli shamol bor. Kuchli shamolda tebranish kamaytirish uchun tros tortib chiqilar ekan. Katta massivniy alyumin oyoq tortib bor har bittasi. Bular 2 kilovat ko'rganmisiz, har bittasi 2 kilovat. Sababi bular cho'ziladi orada, qiyshayib turadi. Mana bular tros, bunaqasi ketganlari. O'sha shamolda mana qonni likillaydi, vibratsiya berib ozgina oynaning sinishini oldini oladi. Agar juda qattiq qotirib qo'yadigan bo'lsa, oynalar sinib ketishi ehtimoli juda ham ko'p.